Demak, bitta chesnokdan shirin, mazali ovqatlar bilan qo'shib yeydigan bitta chesnokning mazasini yana ham zo'r maza qilib beradigan hozir men sizlarga bitta zo'r usulni o'rgataman qizlar. Bundan oldingi postimda piyozdan o'rgatgan edim. Endi navbat chesnokka. Demak, bizga kerak bo'ladi ikkita chesnok va shuni postidan ajratamiz qizlarjonlar. Mana qizlarjonlar, chesnokka artdik, yuvib oldim. Endi buni bankaga solamiz. Bitta chaynak ложка tuz, nomiga shakar, xohishga qarab murch, xohishga qarab paprika solasizlar va bitta chaynak ложка mana bundan solasizlar, sirkadan. Soldik mana. Mana tayyor masalliqga qaynatib sovitilgan suv solamiz qizlar. Xom emas, qaynatib sovitilgan. Og'zini yopib, yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka 4-5 soatga qo'yib qo'yamiz. Iftorga ovqatlar bilan maza qilib yesanglar bo'ladi. Men bu chesnok haqida ma'lumotni описаниеda yozib qoldiraman. Bemalol o'qinglar va sahifamga obuna bo'linglar, sababi keyingi ma'lumotlarim bundan ham foydali bo'ladi qizlarjonlar.